Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Hoshimjonov Abdullo IMET Team jamoasi a'zosi mikrobiologiya haqidagi darslarimizni davom ettiramiz. Bugundan boshlab sizlar bilan xususiy mikrobiologiya haqidagi darslarni boshlaymiz. Oldingi videolarda umumiy mikrobiologiya haqida gaplashgan edik. Dastlabki mavzuyimiz Staphylococcus aureus. Bu so'zni agar so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, staph degani bu bizda ko'pgina joylashgan tuzumlarda tushunadigan bo'lsak, xuddi uzum shingiliga o'xshab. Ko'klar degani endi sharsimon deb tushunamiz. Aureus degani agar Staphylococcus aureusda shu laboratoriyada biz ko'radigan bo'lsak, xuddi oltin rangida yoki oltinsimon tovlanishini ko'rishimiz mumkin. Ya'niki oltin tovlanishidagi sharsimon uzum shingiliga o'xshash bo'lgan bakteriyalarni biz mikroskopda ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi do'stlar, biz xususiy mikrobiologiya haqidagi darslarni mana shunday sketchi mnemonikasi orqali o'rganib chiqamiz. Ya'ni har bitta darsda xuddi shunaqa rasmlar berilgan bo'ladi. Rasmdagi elementlar orqali mavzuni to'liqroq tushunib olsak bo'ladi. Hop, do'stlar, rasmdagi epizodlarga yuzlanadigan bo'lsak, dastlabki epizod mana bu cholning ustidagi kiyimning rangi. Ya'niki biz do'stlar bakteriyalarni guruhga bo'lganimizda gram musbat hamda gram manfiy bakteriyalar turiga bo'lgan edik. Gram musbat bakteriyalar mikroskopda xuddi shunday rangda ko'rinar edi. Demak, bizdagi ma'lumot bu gram musbat bakteriya ekanligi. Bundan keyingi ma'lumot do'stlar, e'tibor beradigan bo'lsak, cholning qo'lida uzun tayoqchaning yuqorisida A harfi turibdi. Oldingi darslar bizga ma'lumki, virulent faktorlardan turi bo'lgan protein A deb nomlangan virulent faktorimiz bor edi. O'zi virulent faktorlar nima ish qilar deydigan bo'lsak, to'liqroq ma'lumotni oldingi videoda olishimiz mumkin. Qisqacha aytadigan bo'lsak, bu virulent faktorlar biza bakteriya o'zi ishlab chiqargan mahsulotlar natijasida antibiotika yoki immun tizimimizga rezistentlik qilishadi. E'tibor beradigan bo'lsak, yuqori qismida Y harfiga o'xshab ko'ringan tuzilma bor. Bu endi bizda protein A virulent faktori immunoglobulin geni pastki fatsa qismini bog'lab olyapti. Shuning natijasida bakteriya yoki biz immun tizimimiz bir-biriga apoptozizatsiya yoki fagositoz jarayoni amalga oshmasdan qolyapti. Keyingi element bizda mana bu joydagi lampa bo'lyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, lampaning ichkari sohasida beta harfi belgilab qo'yilgan. Bu degani bakteriyalar o'zi laboratoriya sharoitida eritrositlarni gemolizga uchratishiga qarab turib ikkiga bo'linardi. Alfa hamda beta gemolitik deyilardi. Agar to'liq gemolizga uchratadigan bo'lsa beta, qisman bo'ladigan bo'lsa alfa deb ataladi. Demak, biz Staphylococcus aureusni beta gemolitik bakteriya desak bo'ladi. Keyingi element do'stlar, mana bu joydagi mushukni tasvirlanganmiz. Mushuk nima edi? Virulent faktorlar tarkibida katalaza bildiradi, ya'niki vodorod peroksidni suvga parchalash jarayonida qatnashardi. Demak, mushuk tasvirini keyingi videolarda ko'radigan bo'lsak, o'sha bakteriya katalaza musbat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi element do'stlar, mana bu cholning orqasida joylashgan sariq kiyimdagi erkakni ko'rishimiz mumkin. Bu element nima ish qilar deydigan bo'lsak, ya'niki bakteriyani laboratoriya tekshiruvida boshqa bakteriyadan farqlash jarayonida shu manitolit tuzli agarga soladigan bo'lsak, uni rangi sariq rangga kirishini ko'rishimiz mumkin. Keyingi element do'stlar, mana bu rasmda o'ng tomonda joylashgan daryo, qizil daryo, o'rtasidagi yoriqda esa mana qotib qolgan qonni ko'rishimiz mumkin. Bizda yana bitta ferment ishlab chiqaradi bakteriya, bu koagulaza deyiladi. Demak, Staphylococcus aureusni shu fermenti koagulazani yoki koagulaza musbat hisoblanib qonni ivitish xususiyatiga ega yoki qotib qolgan qonni ko'rishimiz mumkin bo'lyapti. Ya'ni o'sha ivitish faktorlari bilan birgalikda ishlab qonni qotirib qo'yish mumkin bo'lyapti. Keyingi element do'stlar, mana bu rasmda pastki burchak tomonda ko'ryapmiz. Burun rasmi tasvirlangan va sfinksda burun alohida qo'yib qo'yilgan. Bu degani bakteriya o'zi koloniya holatida burun bo'shlig'imizda, chov sohasida, qo'ltiq sohasida uchrashi mumkin, lekin eng ko'proq bunga sababchi bo'layotgan joy shu burun hisoblanadi. Ya'niki
ba'zi bemorlar burundan qon ketadigan bo'lsa yoki bo'lsa ayollar shu tampon ishlatadigan bo'lsa, o'sha tampon yoki burundagi tampon ko'p qolib ketish natijasida Staphylococcus aureus bakteriyasi o'sha joyda koloniya hosil qilishi mumkin bo'lyapti. Hop, endi keyingi element do'stlar, mana bu erkak kishiga tasviriga e'tibor beradigan bo'lsak, uni mana yelkasiga tashlangan qizil matoda chaqmoq tasviri ko'rsatib qo'yilgan. Bu bakteriyaning o'ziga xos super antigeni bor. Bu toxic shock sindromi deb ataladi. Bundan tashqari bu qanaqa mexanizmga ega bo'lar ekan deydigan bo'lsak, bu bizning immun tizimimizga ta'sir qilish natijasida bir nechta belgilarni keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni bemorda yuz ifodasi yoki yuqori sohasiga e'tibor bergan so'ngra tutunlar chiqayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'sha sitokin bo'roni ishlab chiqarish natijasida organizmda toshma toshishi, isitma yoki ko'pgina a'zolarga zarar keltirish mumkinligi ifodalangan. Keyingi tasvirda e'tibor beradigan bo'lsak do'stlar, mana bu tuyaning ustida o'tirgan ayolni ko'rishimiz mumkin. Bu qanday ekan deydigan bo'lsak, e'tibor bersangiz tuya yugurib ketyapti. Ayolni xuddi ko'ngil ayniganga o'xshab og'zida bekitib bo'lgan, yuz ifodasi ham, yuz rangi ham boshqacha ko'karash tusiga o'tib qolgan hamda pastki tomonda go'sht hamda sutli mahsulotlar ilinganligini ko'rishimiz mumkin. Bu degani bakteriya gastroenterit yoki ovqatdan zaharlanishga sababchi bo'lishi mumkin deyilgan. Shu sabab go'sht mahsulotlari yoki bo'lmasa sutli mahsulotlardan yuqishi mumkin bo'lgan holat. 2 soatdan 6 soatgacha bu nima bo'lishi mumkin? Yashirin holatda keyinchalik shu ko'ngil aynishi, qusish yoki bo'lmasa bemorda suvli diareya kabi holatlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lyapti. Lekin bakteriya heat stable deyilgan, u degani issiqlikka chidamli bakteriya bo'lganligi uchun uning enterotoksinlari ovqat pishirilsa ham yuqori haroratda bu bakteriya o'lmasdan qoladi. Keyingi element do'stlar, mana bu suyaklarni alohida tasviri berilgan. Bu suyaklar nima ekan deydigan bo'lsa, keyingi epizodlarda ham ko'rishimiz mumkinki, bular suyakda uchraydigan osteomelit kasalligi yoki suyakda o'zida ferment yoki suyakda irining yallig'lanish kabi kasalliklarni keltirib chiqarish mumkin bo'lgan holat. Keyingi element do'stlar, mana yuqorida oldingi tomondan o'tirib olgan tuya hamda uni egasi ko'rsatilgan. Tuya ham egasi ham yo'talayotganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam tuyada yonbosh sohasida e'tibor beradigan bo'lsak, ikkisedrik shakldagi toshchalar ko'rsatilgan. Bu o'sha gripp yoki inflyuenza virusini tasvirlangan. Yoki bo'lmasam tuyaning ustidagi yopinchiq hamda erkak kishining oldidagi yopinchiqqa e'tibor beradigan bo'lsak, bu katak-katakchalar bilan ifodalangan. Bu bizga pnevmoniyani bildiradi. Yoki bo'lmasam tuyaning yuqori sohasiga e'tibor beradigan bo'lsak, ikkita qizil mana bu tuzilmalar bor. Bular bizda terida yoki teri ostiyoq qavatda abseslarni keltirib chiqarish mumkin bo'lgan holat. Hop, nimaga bizga inflyuenza virusi berilyapti degan bo'lsak, o'zi dastlab bemor gripp virusini yuqtirib oladi. Keyinchalik Staphylococcus aureus bakteriyasi kirganidan keyingina uni holati pnevmoniyaga sababchi bo'layotgan bo'lishi mumkin bo'lyapti. Keyingi element do'stlar, tuyaning oyoqlariga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu boylangan bor. Bu degani bo'g'imlarda uchraydigan septik artrit kasalligini keltirib chiqarayotganligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi uni oldida joylashgan ayol kishi minib olgan tuyaga e'tibor beradigan bo'lsak, bizning e'tiborimizni tortadigan element bu mana bu tuyaning ustidagi yopilgan yurak tasvirlari bo'lyapti. Bu degani bakteriya ham, ya'ni ko'proq o'sha narkomanlarda yoki bo'lmasam intravenos orqali dori yuboruvchilarda bu kasallikni o'zi yuqtirib olish mumkin bo'lyapti. Dori yuborilayotganda vena orqali yuqadi. Vena endi qayerga boradi? Yurakning o'ng bo'lmachasiga, o'ng bo'lmachadan o'ng qorinchaga. Shundan o'tayotgan joyda u yerda 3 tavqali klapan bor. Yoki bo'lmasam tricuspid klapan deymiz. O'sha klapanni ham yurakni ham zararlab qo'yishi mumkin. Buni biz yurakda bu joydan bilishimiz mumkin. Mana bu joyda mana dorilarni ko'rishimiz mumkin va orqa tomon 3 tavaqali klapanni bilishimiz uchun bo'lsa, orqa tomonda mana 3 ta tog' tasviri berilgan. Endigi element esa do'stlar, rasmning chap tomoniga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda bir qancha ishchilar hamda
mana bitta ularni boshlig'iga o'xshagan haykal yoki odam va bitta aravacha keltirilgan. Bularni qanday ishlash mexanizmi borligini ko'radigan bo'lsak, ya'niki e'tibor bersangiz, mana bu odamning qo'lida qalam berilgan. Qalam bu ingliz tilida pencil deyiladi. Endi bu bizda penisilin antibiotigi mos kelyapti, lekin qarasangiz qalam bilan hech qanday ish bajara olmayapti. Bu degani penisilin antibiotiklari Staphylococcus aureus uchun foydasiz yoki bo'lmasam ta'sir qilmaydi desak bo'ladi. Lekin mana bu aravachaga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu nima qilyapti? Aravachaga munosabat ko'rsatyapti hamda ishchilar unga mana bu devor degani o'sha hujayra devorini misol qilib olsak bo'ladi. Demak, aravachaga yuklab qo'yapti. Endi bu bizda boshqa antibiotik, misol uchun vankomitsinga mos keladi. Endi umumiy kasalliklarni qanaqa davolashimiz mumkin deydigan bo'lsak, misol uchun gastroenterit mana bu ayolning holatida bu o'z-o'zidan kasallik yengilladi yoki bo'lmasam suyuqlik berish natijasida biz bemorni davolasak bo'ladi. Boshqa dorilar, misol vankomitsindan tashqari yana qanaqa dorilar ta'sir qiladigan deydigan bo'lsa, bizda nafsilin yoki aksatilin kabi antibiotiklar bunga misol bo'lishi mumkin bo'lyapti. Endi vankomitsin rezistent bo'ladigan bo'lsa yoki vankomitsin ta'sir qilmaydigan bo'lsa, bizda dalfarpistin yoki bo'lsam quinaprestin deb nomlangan antibiotiklarni berishimiz mumkin bo'lyapti. Do'stlar, birinchi videomiz haqida qisqacha ma'lumotlar shulardan iborat bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.